Bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston yo'l harakati xavfsizligi jamiyati rahbari Sharofiddin Hamzayev hamda ushbu jamiyatning bosh mutaxassisi Nosir Zokirovlar bo'ladilar. Yo'l harakati qoidabuzarliklarini jarima ballari asosida baholash tizimini joriy etish to'g'risidagi 296-sonli qarorni bugun yurtdoshlarimizga mazmun mohiyatini tushuntirib bersak. Mana hozir yuqorida nomini ko'rsatib o'tgan shu qaror imzolandi 6-may kuni. Bu 1-iyundan shu joriy yilning 2025-yil 1-iyundan kuchga kiradi. Endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi qaror imzolandi. Uni orqaga qaytarish iloji yo'q. Endi bunday olib ko'rganda haydovchilar juda ham ko'p holatda shu o'rnatilgan foto, video qayd etish moslamalaridan arz qiladilar, tanqid qiladilar va hokazo. Lekin bir tomondan yo'l harakatini tashkil qilish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olishda qanaqadir bu saqlab turuvchi bir faktor o'zini afzalliklarini ko'rsatdi. Haydovchilarda oz bo'lsa ham tartib paydo bo'ldi. Jarima deymiz, mana jarima ham bir tomondan ushlab turganman, lekin baribir jarima to'lab qo'ysam ham qoida buzib yurar ekanman degan shunaqa bir tushuncha paydo bo'ldi haydovchilardagi. Endi hozir shuni boshqa bosqichga o'tdi deb bilamiz, jazolashni. Bu degani jazolashdan tashqari, asosiy jazodan tashqari ma'lum bir qoidabuzarliklar uchun jarima ballari joriy qilindi. Haydovchini ikkita toifaga bo'ladigan bo'lsak, bittasi yo'l harakati qoidalarini qasddan buzadigan. Bu haydovchilar jarima ballini yig'ib haydovchilik huquqidan mahrum bo'lishi, bu juda ham yo'l harakatidagi holatni yaxshilik deb o'ylayman. Lekin bexosdan yo'l harakatini buzadigan haydovchilar ikkinchi toifada yoki o'zi bilmagan holda yoki yo'l harakatini noto'g'ri tashkil qilgani oqibatida yoki o'sha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirayotgan xodimning saviya malakasiga bog'liq bo'lgan holatlarda ham bu jarima ballarini yig'ib qo'yishimiz mumkin haydovchilar. Shuning uchun biz shu haydovchilarga doim shu huquqiy yordam berib, huquqiy savodxonligini oshirib, yo'l harakati qoidalarini o'rgatib, maslahatlar berib turish keyinchalik ularni shu holatga tushib qolmasligiga yordam beradigan fikrdamiz. O'zi umuman jamiyatga qanday a'zo bo'lishlik mumkin va kimlar a'zo bo'la oladi ushbu jamiyatga? Asosan a'zo bo'lish istagida bo'layotgan insonlar qanday a'zo bo'lishi mumkin? Boshida mana shu jamiyatga kirish haqida tushunchalar o'tsak. Istagan fuqaro, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ushbu jamiyatga a'zo bo'lishi mumkin. Bizda ochiq afyorda bor, a'zolik shartnomalari ham bor. Yuridik tashkilot bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, u farq qilmaydi. Bemalol kelib biz buni 1 yilga shartnoma qilib a'zo bo'lish mumkin. Mana shu 1 yil ichida huquqiy yordam ko'rsatamiz shuning ichida. Xo'sh, endi asosiy kun mavzusiga qaytadigan bo'lsak, 12 ballik jarima tizimi o'zi qanday ishlaydi? Qanday holatlarda jarima qayd etiladi? Xo'p, endi shu qoidabuzarliklar deymiz oldin. Qoidabuzarliklar shu kungacha 2 xil uslubda qayd etilgan. Bittasi foto, video qayd etish tizimlari orqali, avtomatik tizimlar orqali va yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan. Endi hozir bu qaror chiqqandan keyin, qaror chiqmasdan ham oldin va qaror chiqish arafasida ko'pgina shu haydovchilar savollar bo'ldi va unga shu mas'ul shaxslar javob berishdi va mana shu qarordan keyin ko'rsatib o'tildi. Boshqaruvda o'tirgan haydovchining shaxsini aniqlashning texnik imkoniyatlari hozir yo'q bo'lgani sababli birinchi bosqichda jarima ballarini belgilash faqat yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan tuziladigan ma'muriy bayonnoma asosida hisoblab boriladi. Qo'pol qoidabuzarliklar bor. Shu qo'pol qoidabuzarliklarga jarima ballari belgilanyapti. Hammasiga emas, masalan, sidirg'a chizuvini bosgani uchun jarima yozilsa, lekin unga jarima ball belgilanmaydi. 12 ballik jarima tizimi agar joriy qilinib amaliyotga qo'llanilgandan keyin asosiy tirikchilik manbai bugun
kirakashlik ortidan, avtomobilda daromad qilish ortidan yoki shu yo'llarda ko'p harakatlanadigan insonlar fuqarolarimizni noroziliklarini keltirib chiqarmaydimi? Jamiyatda bir norozi kayfiyatni uyg'otib qo'ymaydimi? Chunki xalq qaysidir ma'noda bezillab qolgan, qo'rqib qolgan. Vaholanki bu qarorda aytilyapti, 12 ball to'plagan haydovchi haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi, ya'ni guvohnomasi bekor qilinadi degan shunday o'rinlar borda, bandlar bor. Xo'sh, asosiy tirikchiligi avtomobilidan bo'lgan haydovchi uchun bu qanchalik og'ir keladi? Albatta bu og'ir, chunki mana aytganingizdek, ko'pchilikni bu haydovchilik bu asosiy kasb va tirikchilik manbai. Endi bu shunday holatga boradiki, haydovchilik huquqidan mahrum qilish bu haydovchi uchun katta bir sinov bo'lib qoladi va doim uni bir qo'rqinchli tushga o'xshab ko'rinib turadi. Chunki u kecha jarima to'lab yurdi, hozir jarima to'lab yurish ham holva bo'lib qoladi holda. Shuning uchun biz haydovchilardan iltimos qilamiz faqat yo'l harakati qoidalariga amal qilish. Masalan, bizning o'sha jamiyatimizda ham asosiy faoliyat shundaki, agar haydovchi intizomli bo'lsa, yo'l harakati qoidalarini qasddan buzmasa va yo'l harakati qoidalarini buzilishi o'sha bexosdan yoki yo'l harakatini noto'g'ri tashkilgani natijasida yoki boya aytgandek yo'l patrul xizmati inspektorining malakasiga bog'liq holda bo'lsa, biz ularga albatta yordam beramiz. Qaror kuchga kirgan kundan boshlab keyinchalik nima oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Mana avtomobil haydovchi, shofyor endi o'zini hushyor tortadi baribir. Jarima ballini baholashda adolatsizlik mezonlari bo'lishi mumkin. Tabiiyki bu yerda inson omili ishtirok etar ekan, har kim tangani o'zi xohlagancha, o'zi xohlagan tarafdan ko'radi-da, ustoz. Misol uchun sizga 6 bo'lib ko'ringani, menga 9 bo'ladi. Vaziyatni odil baholashda mezonlar bo'lsa, uni bilim malakasi yetarlimi mutaxassisni? Shu o'rinda savollar tug'iladi. Bir mexanizm bor, bu 296-sonli qarorda agar texnik nuqson sababli yoki tushunmovchilik ortidan noqonuniy rasmiylashtirilgan bayonnoma bo'lsa, agar u o'z isbotini topadigan bo'lsa, bu bo'yicha ma'muriy amaliyot bo'limi bor. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatini o'sha ma'muriy amaliyot bo'limlari bor. Ana o'sha yerda ko'rib chiqiladi. Endi unga ayrim hollarda isbot talab qiladi, dalillar kerak bo'ladi. Shuni agar qanoatlantirsa, uni bekor qilish mexanizmi ham bor. Agar bunda ham qoniqmasa, sud tartibida uni bekor qilsa, sud qaroriga ajrimga ko'ra ushbu ball bekor bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tarafi unga yetkazilgan ma'naviy zarar, vaqti ketgani, Asabbuzarliklar ketgani, bu bo'yicha kompensatsiya nima bo'ladi masalan? Bu bo'yicha ham endi sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Aholimiz o'z tirikchiligi bilan ovora. Endi bu yo'l harakati sohasidagi faoliyatda misol mutaxassis sifatida biz bilamiz. Misol ustozlar biladi, boshqa ustozlar bor, ular ham biladi-ku, lekin aholi to'liq bilmasligi mumkin. Shunaqa payt yuridik maslahatga kelsa, bizning eshigimiz ochiq. Endi hamma sohani mukammal bilmaydi. Hozir bizning qonunchiligimizda shunaqa bo'lyaptiki, masalan, har bitta qoidabuzarlik bo'yicha alohida norma yoki sanksiya kiritishga harakat bo'lyapti, xuddi bir ishchi ko'rsatganga o'xshab. Bizning taklifimiz shunaqa ediki, masalan, yaqinda bir xilda yuk avtomobillarining chap qatorda harakatlanishida keyin A harfi tushirilgan bo'lakda harakatlanish uchun yana alohida jarima belgilandi. Shunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri aytdiki, har bir qoidabuzarlik uchun biz yangi alohida norma kiritsamizmi deganda men taklif bildirdimki, kecha ham bildirib keldik. Shu bitta umumiy taklif. Transport vositalarining qatnov qismida joylashish tartibini buzish degan kirgizilsa, shunga juda ham katta narsani qamrab oladi. ichiga kengroq. Albatta, u hamma narsani yozib bo'lmaydi-da, bunda bitta yozganda shu o'ziga 5-6 ta qoidabuzarlik kirib ketadi. Ba'zi ko'rib qolamiz. Toshkentda emasdir, boshqa viloyatga chiqib qolganda o'rtada ajratuvchi bo'lak bor va quvib o'tish taqiqlangan belgi o'rnatilgan. Bu o'rnatilgan belgidan ma'no yo'q hech qanaqa. Chunki bu joyda quvib o'tib bo'lmagandan keyin uni quvib o'tish taqiqlab bo'lmaydi. O'shuning uchun hozirgi bu 3 yil bo'ldi bu qoidalar kuchga kirganiga. Demak, o'shani reviziya qilib turib belgilarni ko'rish kerak. Keyin haydovchilarda tushuncha paydo bo'lsin. Mana biz ham o'sha haydovchiga aytamiz, to'g'ri aytibdi. Malakasini oshirib borish kerak. O'qish kerak. O'qimasdan iloji yo'q. Ilgari endi masalan jarimani to'lab qo'yaman derdi, hozir unaqa yo'q endi. Hozir u otni kallasidek jarima. Jarima va bundan keyin ball.
jarima ballari bor hozir. Endi u boshqacha, bu yerda umuman boshqacha hozir holat bo'lyapti hozir. Sudlar, ma'muriy sudlar hozir haydovchilar tomonidan berilayotgan o'sha arizalarga to'lib toshadi, iloji yo'q. Shuning uchun bu e'tiborga faqat bitta undan yechim o'qish. Haydovchilar yo'l harakati qoidalarini o'qish kerak. Ko'chada baqir-chaqir qilmasdan yoki boshqa narsa qilmasdan shu o'zini haqiqatda yo'l harakati qoidalarini buzmagan bo'lsa, shuni isbotlab berishni bilish kerak. Biron bir qaror yoki qonun kuchga kirar ekan, uni faqat jazolovchi tarafini ko'rishimiz kerak emas. Qandaydir imtiyozmi yoki yengilliklar bormi o'zi umuman haydovchilar uchun? Jarima ballarini yig'ish bayonnoma asosida bu jarima moduli asosida platformada shakllanib boradi va u imtiyoz nazarda tutilgan, ya'ni qanaqa? Birinchi qoidabuzarligi bu hisoblanmaydi. Mana shu voz kechildida birinchidan. Ikkinchisidan o'sha hisoblanishi boshlaydi. Undan tashqari u 1 yilgacha saqlanadi 1 yilgacha. Sanadan sanagacha. Sanadan sanagacha. Yil boshidan emas. Sanadan sanagacha hisoblanadi va u shu oralikda qoidabuzarlik 12 ballga yetmagan bo'lsa, u narsa keyingi yil uchun amal qilmasdan nolashadi. 0 bo'ladi. Endi masalan o'sha tizim shunaqa qilingan, sud qarorlariga integratsiya qilingan. Agar sud tomonidan 12 ball yig'gandan keyin uni haydovchilik guvohnomasi huquqidan bekor bo'ladigan bo'lsa, mahrum qilinadigan bo'lsa, faqat sud qarori bilan ana o'shanda haydovchilik guvohnomasi ba'zida o'sha shakllanadi. 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik huquqidan mahrum bo'ladi. Haydovchiligi tavsiya va maslahat har bir o'sha jarima ballarini o'zlashtirgan bo'lsa, olgan bo'lsa tizimda, platformada o'sha bo'yicha imkon qadar bizga maslahat qilishsin. Onlaynmi masalan havolani beramiz, Telegram orqalimi, Facebook, Instagram orqalimi bizga ma'lumotlarni bersa biz o'rganamiz. Agar haqli ravishda noqonuniy rasmiylashtirilgan bayonnoma bo'lsa, u bo'yicha kurashish kerak, erinish kerak emas. Ozgina huquqiy savodxonlik kerak, bunga bizga kerakli materiallarni, huquqiy yordamlarni beramiz va o'shandan qutulib qoladi. Agar jarimani to'layman 1 yilgacha nima desa, unda kech bo'lib qolishi mumkin. Sud ham uni inobatga olmasligi mumkin. Chunki baribir da'vo arizasida ham muddatlar bor. Mana qaror bilan kecha o'zim ham tanishib chiqdim, bu suhbatni tashkil qilishdan oldin. Qarorni bir bandida aytayaptiki, ko'zda tutilganki, har bir jarima balli SMS xabar orqali haydovchiga bildirib boriladi deyapti. Keyin ikkinchi bobini 7-bandida aytayapti, 8 jarima balliga yetgandan keyin haydovchiga jarima ball platformasi orqali SMS xabarnoma qilib bildirish beriladi. Shu o'rinda bir-biriga zidlikdek tuyuldi meni nazarimda. Menga ham shunaqa tuyuldi. Har bir jarima balldan keladimi xabar haydovchini o'sha aloqasi, uyali aloqasiga yoki 8 dan keyinmi? Buni umuman olib ko'rganda shu qarorni ijodkorlari bular hozir har kuni press konferensiyami, intervyular berish kerak. Har kuni buni gapirib chiqish kerak o'zida. Chunki haydovchida ham savol ko'p. Mayli biz ham javob beramiz. Lekin men shuni tushundimki, har bir balldan keyin u xabardor bo'lib boradi va 8 balldan keyin meni bilishimcha 12 ballga yaqinlashib qolgani haqida yana qo'shimcha ogohlantiradi. Jamlab kelingan jarima ballari bo'yicha yana qo'shimcha ogohlantiradigan. Men shuni tushundimki, xuddi menga ham shunaqa tuyuldi oldin. Mana men siz Hasanboy shu o'rayotgan intervyu, suhbatingiz, savollaringizdan shuni bildimki, siz ham haydovchilikka achinasiz birinchidan, ikkinchidan shu ijtimoiy holatini o'ylayapsiz haydovchilarning va jarimani qanchalik og'irligini his qilib turibsiz. O'shaning uchun jarima bu yo'l harakatidagi holatni yaxshilashni bitta yo'li-ku, lekin asosiysi emas. Asosiy yechim emas baribir. Men doim shunga gapirib kelganman. Uni oldini olish, profilaktika qilish, o'rgatish. Mana hozir bitta shu ichidan bitta yaxshi ijobiy holatni olishimiz kerak. Masalan, ma'muriy ogohlantirish degan narsa ham
kelib chiqdi hozir mana daryo jarima yozmasida ma'muriy bo'lar ekan shunaqa qilsa hamda haydovchilarni yonini oladigan bo'lsa. Bu norasmiy edi. Ha. Ogohlantirish, mana insof jihatidan yo'l patrul Odamgarchilik. xodimlari odamgarchilik yuzasidan ogohlantirib qo'yib yuborardi. Masalan, sharoitini ko'rib, insonparvarlik qilib qo'yib yuborardi. Endi bu narsa rasmiy bo'ldi, faqat o'sha bir martagina. Ha. O'sha mana bemorni ham, kasalni ham davolaganda ko'ra uni Oldini oldini olgan olish. yaxshiki, shu hammasini oldini olib borsak, biz ham asosiy maqsadga erishamiz. Ko'chalarimizda yo'l harakati juda ham yaxshilanadi holati. Yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi kamayadi, o'limlar kamayadi va asosiy maqsadga shunday erishamiz. Faqat jarima emas, boshqa yo'nalishlar ham juda ham ko'p. Shuni o'rinda men qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni 296-sonli qaror jarima ballari to'g'risidagi bir tomondan haqiqatda kerak edi bu qaror. Nima uchun? Tinmasdan huquqbuzarlik qiladiganlar, tinmasdan mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, Tezlikni qasddan oshirib. tezlikni xuddi anu karta kolodasiga o'xshab pochka-pochkalab radarlarni u yana maqtanib aytadi. Mana shuncha radarga tushdim deb. To'layman. Bu tezlik hammasi o'limlarga olib kelayotgani, kimdir hayotiga bog'liq bo'lib qo'yadi. Bir tomondan o'shalarni Jilovini tortib qo'yadi. jilovini tortish va haydovchilik huquqidan mahrum qilish bu yaxshi ta'sir berishi mumkin. Qolganlar ko'radida, yo'q, bunaqa olifdegarchilik endilikda kerak emas ekan, zararimga yurar ekan deb hushyor tortadi deb o'ylayman. Mana masalan yaqinda bittasi qarama-qarshi harakatlanish tomoniga chiqib, Toshkentda menimcha, shuni o'sha ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi va shundan maqtanyapti. Buni o'sha jarima bali olsin, haydovchi huquqidan mahrum bo'lsin. Mahrum qilish. Xursand bo'lamiz. Lekin haydovchi boya aytganimizdek bilib bilmas, masalan, yoki bilib bilmas, yo'l harakatini noto'g'ri tashkil qilinganda. Mana biz Sharofiddin bilan 3 oydan beri bitta ko'chaga o'sha yerga zarur bo'lgan belgini o'rnatishga erisha olmayapmiz. Yozmagan o'sha idoramiz yoki murojaat qilmagan idorasi qolmadi. Hech uni o'rganib chiqish ham kerak emas. Yo'l harakati qoidalariga muvofiq u juda ham qo'pol hatto qoidabuzarlikka olib keladi degan. Haydovchi bir tomonlama harakatlanish yo'li degan belgini yo'liga oqibatida shu manyovrni amalga oshiradiki, u keyin qarama-qarshi tomonga harakatlanish bilan baholanib, u jarimaga tortiladi katta va u jarima balo oladi. Lekin mana bu mashaqat tomonidan biz albatta endi buni yordam berishimiz boshqa, lekin shuni to'g'rilashga erishsak biz ko'proq samaradorlikka erishgan bo'lamiz. 2025-yil 15-mayda 318-sonli qaror qabul qilindi. Ya'ni bu qaror transport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida. Bu qarorni mazmun mohiyati haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta bu qaror ham o'z o'rnida aholi taklif istaklaridan kelib chiqib qaror chiqarildi. Bundan xursand, aholimiz ham, biz ham xursandmiz. Bu bo'yicha masalan ijtimoiy tarmoqlarda ham tushuntirishyapti. Ayrim joylarida noto'g'ri talqin qilingan va noto'g'ri ma'lumotni ham tarqatilyapti. Kelinglar hozir buni birma-bir aytib o'tsak, masalan, yo'lni qatnov qismidagi chiziqlar bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarliklar bo'yicha maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnikasi orqali qayd qilinmaydi. Ya'ni o'sha statsionar kameralar endilikda qaror chiqarmaydi, u rasmiylashtirmaydi chiziqlar bo'yicha deyildi. Lekin deyishdi, u yerda stop chizig'i deyishyapti. Qoidada 1.12 yotiq chizig'i bo'ladi. U undan mustasno deyishyapti. Chiziqlar deganda ana o'sha 1.12 chizig'i ham kirib ketadi. Lekin no'sa bor 533 yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, u narsa bu qarorda nazarda tutilmagan. Lekin bunday olib qarasa, aynan shu narsani ifodalovchi belgi. Mana shu yerda stop chizig'i bor degan ma'nodagi belgi. U ham o'z navbatida olish kerak emas asli. Belgi bo'lsa fiksatsiya qiladi, jarima shakllanadi. Agar belgi yo'q bo'lsa, fiksatsiya shakllanmaydi. Shunaqa tushunyapti qarordan kelib chiqqan. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda stop chizig'i bundan mustasno deyishyapti. Noto'g'ri talqin bo'lgan, boshida noto'g'ri ketildi va baribir qarorga yuzlanamiz-da, normativga yuzlanamiz. U yuridik kuchga ega. Masalan, boshqalarning bergan ma'lumoti u asos bo'la olmaydi.
Keyingisi soat 23:00 dan 06:00 ga qadar yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan tasmadan harakatlanishga ruxsat berilyapti. Bunga qo'shimcha axborot belgisi orqali vaqt ko'rsatiladi. Bundan mustasnoligi. Undan tashqari amal qilish vaqtini ko'rsatuvchi 3:27 va 3:28 belgilar, ya'ni to'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari ham kechqurun masalan belgilanadi vaqti. Kechqurun 21:00 dan ertalabki 06:00 ga qadar bu yerda to'xtab turish mumkin degan mazmunda belgi qo'yiladi. Ya'ni amal qilmaydi. Ya'ni o'sha belgiga qo'shimcha qilinadiki, 06:00 dan 21:00 gacha deb qo'ysa, kech tungi holatda bemalol to'xtashga ruxsat bo'ladi. Bundan tashqari, masalan, ko'p statsionar mobil radarlar, statsionar radarlar bor. Ular Vazirlar Mahkamasi 232-sonli qarori bor. Unda normativini va standartlarni bergan va tartiblarni bergan. Qanaqa joyga o'rnatilishi kerak, qanaqa tartibda, qanaqa ko'rinishda, konstruksiyasi qanaqa, bu bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan. Hozirgi kunda ko'ramiz bir xillari temir ustunga qotirilgan, lotinchada I harfi ko'rinishida yoki T harfi yoki rus kiril alifbosiga P ko'rinishi yoki G ko'rinishida bo'lishi kerak. Lekin o'zboshimchalik bilan yorug'li ustuniga o'rnatib olishgan. Bu aynan noqonuniy o'rnatilish hisoblanadi. Mana shu qaror bilan ham bularni o'rganib, demontaj qilish topshirig'i ketgan. Agar buning ijrosi bajarilmasa, u bilan rasmiylashtirilgan qarorlar yoki bayonnomalar noqonuniy hisoblanadi. Jarimalar noqonuniy hisoblanadi. Mobil radarlar, multi radarlar ya'ni. O'shalar o'rnatilgan joyga ham yoki statsionarmi? Ana ularga mana oldinlari qonunchilikda radar belgisini qo'yish majburiyligi yo'q edi. Qo'yilishi mumkin deyilgan edi, lekin bu qaror bilan kamida 250 metr, ko'pi bilan 500 metr masofasida qo'yilishi belgilab qo'yildi. Haydovchilar, iltimos, yo'l harakati qoidalarini o'rganinglar. Hozir faqat shu yo'l harakati qoidalarini bilib, to'g'ri undan foydalanib va undan foydalanish faqat sizni shu jarima ballariga va jarima qoidabuzarliklarni sodir etmaslikka sababchi bo'ladi yaxshi tomon nuqtai nazardan. Va agar sizlarda qanaqadir savollar tug'ilsa shu nuqtai nazardan marhamat bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga shuni agar rostdan qoidabuzarlik sodir etilmagan bo'lsa yoki yo'l boyidagi aytgandek yo'l harakati qoidalaridagi shu labirintlari bor, o'shalar bo'yicha sizlarga albatta maslahat berib boramiz. Yo'l harakati qoidalarida yangi joriy qilinadigan va amaliyotga taqdim qilinishi kutilayotgan 1-iyundan kuchga kirilishi kutilayotgan qarorlarni muhokama qildik va mutaxassislardan fikrlarni, javoblarni oldik. Bu javoblar sizni qoniqtirdi degan umiddamiz va loyihamizni kuzatishda davom eting. Jamiyatga a'zo bo'ling. Huquqiy yordamlar olish uchun sizda yaxshi imkoniyatlar bor. Agar fikrlar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda bemalol yozib keting. Shunday manfaatli kontentlarni layk va izohlar bilan baholab, yaqinlaringizga yo'llashib qo'yishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.